Mavzu aylana yoki aylana yo'yi markazini aniqlash. Aylana yo'yi berilgan bo'lsin. Buning markazini aniqlash uchun aylana yo'yida ixtiyoriy A va B nuqtalari aniqlanib, vatar o'tkazib olinadi. Vatarni o'rta perpendikulyar chizig'ini o'tkazish uchun A va B nuqtalaridan bir xil radiusda yo'ylar chizilib, o'zaro kesishgan nuqtalar tutashishi natijasida AB vatarni teng o'rtasidan o'tuvchi o'rta perpendikulyar chiziq aniqlanadi. Shuningdek, aylana yo'yida ixtiyoriy S nuqta tanlanib, S va B nuqtalar tutashtiriladi. Aylana yo'yida S, B nuqtalaridan o'tuvchi vatar o'tkaziladi. S va B nuqtalaridan o'tkazilgan vatarni o'rta perpendikulyar chizig'ini topish uchun B va S nuqtalaridan bir xil radiusda yo'ylar o'zaro kesishtirilib, o'rta perpendikulyar chiziq o'tkaziladi. A va B, shuningdek B va S nuqtalaridan o'tuvchi vatarlarning o'rta perpendikulyar chiziqlari o'zaro kesishtirilib, aylana yo'yi yoki aylanani chizish markazini beradi.